Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan men Abu do'stlar. Bugungi video roligimizda do'stlar, bugun juda ham ajoyib eksklyuziv kontent bo'ladi. Buni sababi do'stlar, oddiy shunchaki bironta ham ma'lumotli video chiqarganim yo'q, chunki ma'lumotli videoga yaqin bironta ham qiziqroq narsa bo'layotgani yo'q deydi do'stlar. O'shaning uchun kerak emas do'stlar bizga umuman. Buni men sizlardan uzr so'rab qolaman. Xo'sh, yana nima do'stlar? Har xil yo'nalishdagi o'yinchilar do'stlar. Starpass do'stlar. Bu videodan o'zi asl maqsadim shunchaki bironta qiziqarli nimadir qila olamanmi degan savolga javob bermoqchi edim o'zim do'stlar. Va ardamdek birdan ekstensiyon labab ketdi 140 defeng dribling 140 juda ham statistika bilan. Unda do'stlar videoga qaytadigan bo'lsa bizda bir nechta o'yinlar bor desak ham bo'laveradi. Unda video bugun gamingski video bo'ladi, ya'ni ma'lumotli video emas. Bizda hozirda mana bu Bundesliga qo'shilgan. Bundesligani bu o'yinlarni umuman tushunganimdan keyin aytaman do'stlar, Telegramda xabar beramiz. Sizlar har kuni mana bunday qilib 3 ta o'yinni o'ynaysiz, birinchida mana bunday holatda. Oxiriga kelganda 300 ta bunaqa token B berishadi Bundesligani emblemaligi bilan va tekinga bitta 50 o'yin olsangiz bo'ladi har kuni va bularda siz bolaga narsangizni olsangiz bo'laveradi. Bizda esa bir dona 112 pluslik bor. Shuni biz endi harakat qilamiz. Bundesliga plus bitta bor do'stlar, hozir shuni ochib olamiz. 20 ta qilsak 115 plus ham berar ekan, oxirida 116 plus ham berar ekan do'stlar. 40 marta qilish kerak uchun. Unda ketdik. Workout yo'q do'stlar, albatta 112 lik o'yinchi. Va bizning tarkibimizga do'stlar, to'g'risini aytaman, bu gapni aytaman deb o'ylamadim. 112 over bo'lganimiz bilan do'stlar bizga baribir. Ya'ni mana bu o'yin kart kerak bo'ladi. Almashtirib qo'yaylik joyni. Joyni almashtirib bo'lmaydi do'stlar. Mana chiroyliroq turadi. Bu kartni almashtirishimiz kerak bo'ladi va albatta Barbato bilan bu kartni ham almashtiramiz. Bizda Barisi yo'qoldi va Roberto Carlosni ham almashtirishimiz kerak. Va Hardendek qiynalib olgan Dudek kartini ham almashtirishimiz kerak do'stlar. Lekin hozircha bularni almashtirmasdan tursak ham bo'laveradi, chunki o'yinchilarimiz o'zi yaxshi do'stlar. Bizda to'g'ri Persic bor, Persic karta bor. Persic karta lekin unaqangi zo'r darajada baribir o'ynab bera olmaydi. Budekning karta do'stlar. Tarkibimiz bizning 4-3-2-1 tarkibi va o'zimiznikiga yiraversak oddiy tarkib. Barbato bilan statistikasida farqini ko'rib turibsiz, o'ta past. To'g'risi buni 122 qilib qo'yaman, keyin hujumga bitta zo'r o'yinchi ko'rib qo'yganman, lekin uni full qilishimiz kerak. Full qilish uchun bizda 2000 turxan ham bo'lishi kerak. Bu uchun do'stlar men 14 mingdagi do'stlar Simoniani ko'rib qo'yganman. Tezliklari bor, dribbling bor, shooting bor, 5 ga 5 bor va rama bilan o'yin oladi. Bu bestning o'rniga kerakli o'yinchi aynan.
Bu kart juda ham ajoyib kart desak ham bo'laveradi. Scary deymiz. Va bizda 6000 ta bor. Undan Barbadovda olgan edik biz 6000 taga. Bizda bir o'yin bor. Ya'ni yana bir narsani ko'rib chiqishimiz kerak. Agarda imkoniyatimiz bo'lsa, ya'ni bu o'yinning o'zida bu ishni qila olsam, agar Semoniyoni olishda o'rniga do'stlar, men yana bir yaxshi hujumda o'ynaydigan o'yinchini ko'rib qo'yganman. Ya'ni Lamine Yamal. Ramada ham o'ynaydi. Juda ham yaxshi dribbling bor. Shotting lekin pas qandaydi bilmayman nimaga shottingga pas. Lekin bor Lamine Yamal. Trenlarni ko'rib turibsiz. Transfer narxi bilmayman nechpul, lekin amchi 117 kardi bilan menimcha bir xil bo'lsa kerak deb o'ylayapman men. Shunday deb o'ylasam to'g'ri bo'lardi menimcha. Bu yerga La Liga Barcelona qilib va O'shitamaga do'stlar, agar yo'qolib qolmagan turgan bo'lsa, yo'q. Ketdik unda biz La Liga bo'ldi. La Liga ko'rib turibsiz do'stlar, mana bu o'yinchilarni. Lamine Yamalning bu kartini ko'rib turibsiz. Tezligi lekin undan oldingisida menimcha baland edi. Lekin oyog'i 5 ga 4. Menimcha bundan oldingisidan ham 5 ga 5 edi. Lekin Rafinha do'stlar braziliyalik. Kylian Mbappe'dan teskari do'stlar. U top teskari. Albatta bu kart 10 milliardga chiqib ketgan. Chunki bunda play market, dribbling, hamma narsa bor. Menimcha Yamalnikidan ko'p bo'lsa kerak. Bu kartadan ham ko'p Lamine Yamalni bu karta ham yaxshi kelgan. Va Cancelo, John Cancelo bor. Kuch bor bu o'yinchida. Yiqilib ketish foizi kam. Va play market o'yinchi Pedri. Ispaniyalik. Va Paul Cobarsi do'stlar Defingini qarang. Yosh bo'lishiga qaramasdan juda ham kuchli o'yinchi. Agar biz Pedrini bu kartaga qaradigan bo'lsak, 121, 127 tezlik, 131 tezlik. Bu karta chiroyliroq kelgan, chunki menda bor bu karta. Balde tezlik yaxshi, dribbling pas. Dani Olmo bor, pas lekin. Pedri 3-karta. Hammasi yashir. Mana bu karta qarang. 143 tezlik bilan kelgan. 146 3 tezlik pas xolos shu karta. De Jong va Moin Garcia. Rafinha'ni mana bu karta ham bor. 140 tezlik kelgan ekan bu karta. Lamine Yamalga esa 139. Rafinha'ni bu karta ham bor do'stlar. O'ta pastku, lekin kartlar yaxshi desak ham bo'laveradi albatta. Bugun bir o'yin bor, o'shani o'ynaymiz, video tugaydi. 10 daqiqa video qildik. 10 daqiqa. To'g'ri, ikki o'yin bor, ya'ni bu kart 5000 taqiqadan keldi. 10 ta raundda endi o'ynashdi o'zingiz. To'g'ri, va biz 500 taga o'ynab qolamiz do'stlar albatta. Champions Premium Liga, La Liga, Bundesliga, ASL Liga 1, nimadir nimadir Pro Liga, nimadir Bundesliga 2, Liga, nimadir La Liga, Portugal ligasi, har xil ligalar bor. Hop, boshlanadi o'yin. Konde mana bu best kartini lekin ola olmasam kerak-ku. Lampard. Angliyalik center midfielder o'yinchisi. Ajoyib karta. Tasodifan tushib qolgan, lekin yaxshi o'yin ko'rsatib bera oladi. Play markeri bormi bilmayman-ku, hozir esimda yo'q. Lekin o'ta kuchli o'yinchi, agar bu yeta olsa. Bele, joy bo'yicha kelinglar biz o'zimizga Barbadov va buni qo'yib olamiz.
Gol oladi. Pedri oyog'iga tushirib bera olmadi-yu. Ye. Noyer varadasiga soplab qo'yadi deb o'ylayotgan edim. Lekin Ziko o'sholmadi. Ziko aytgancha menga 2 marta tushgan. Ketma-ket emas-ku, lekin bir kunda tushgan. Faqatgina soat vaqti bilan tushgan. Vay! Qaysi o'yinchi ekan shu? Tushunmadim. Barcha best emas. Lamport bo'lsa kerak yo. Chiroyli zarba beradi. Va yurg'izamiz Barbato ekan bu. Dias lekin bilan shu yerda ba'zi bir odamlarda buniki bor. Uni hozir men sizga chiqib bir do'stimning akkauntini ko'rsataman. Qarindoshim akkaunt ochilganiga 1 yil bo'lmagan, pul chiqargan akkauntni ko'rsataman. Menimcha shu 6 oy bo'lib qoldi u akkaunt ochilganiga, lekin bu akkaunt men akkauntim 2 yildan oshiq. 2 yil oldin ochilgan, lekin ukamning akkaunti bo'lgan, ukam yo'qotib qo'ygan. O'chirib tashlaganda. Kim bu akkauntda men o'zimning akkauntimga kiraman deb kirib olib, omadli bo'lib shunaqangi darajaga yetdiki, 122 bo'lib. Arada yana bir yo'qotib qo'ydim. O'zimning gemailimda tiqqan edim, lekin akamning gmailiga o'tib qolgan. Men undan xabardorsiz bo'lib 1,5 oy yurganman akkauntimga kira olmasam. Ya'ni bitta tekinga beradigan ikkita 114 o'yinchini ola olmaganman. O'shanda yo'qotib qo'yganman. Dastlabki juda ham azobli o'tgan u. Siqilganman. Kuchsizman. Xuddalik hozir bo'lagan darajada kelib qolganmanki, o'shani ora olmaganman deb o'ylab qolganman. Shunaqa gaplar. Division Rivals bo'limi ham bor. Bizlarda do'stlar, Division Rivals'ni bilmadim endi nima qilish kerak. Tots kelgan bo'lsa bajaramiz buni ham. 2 kun kelsak bo'ldi. Va bitta over, bitta daraja va bitta ismi narsa desak ham bo'laver kerak. Va yana bir narsa, meni ligam endi 30 necha bo'ldi? 38 bo'ldi liga. Bu ligani men tark etmoqchiman, ya'ni kattaroq bir 50lik ligaga qo'shilsam, o'ylaymanki bitta draft ola olaman deb. Hozirda dashimamcha yetmasa ham kerak, o'shancha ligadan chiqib yaxshiroq liga bormi degan umidda qidiramiz. Minimum 45. Pas darajasi yoki 50 va open ketdik. Bor ligalar. To'lib tashlayapti. Bitta bor ekan-ku, lekin ko'rish kerak. 50 liga bormikan? Короче, shunga qo'shib qolaman. Qola olmayman. Qidirsam chiqmasligi mumkin. Welcome to Active Place Mason Legends The Division Rivals. Okay, guys. Ligamiz. Bu ligani buzib tashlamoqda ekan. Shunchaki. Vaqtliroq qo'shilsam bo'lar ekan. Lekin necha olmas beradi menga. Nega nima o'zi? Predatormi nima? Yo'q. Chanda degan nomi bor. Bo'ldi, ikkinchi o'rinda 9900 ta. 50 ta. Chaqol 50 ta o'zi. 50 bo'lsa bitta draft berar ekan-ku, lekin hozir 50 bo'la oladimi? Ikki stepda. Shuni olaylik, ikkita draft so'rardik risk. Unda videomiz shu yerda tugadi. Kattakon rahmat.